Assalomu alaykum qadrli podpисчикларim. Men hozir sizlarga orxideyani tuvagidan olmay turib, og'darmay turib, ichidagi mana bunaqa tarfino stakanchani qanday olish mumkinligini ko'rsatmoqchiman. Mana bitta ikkitasini o'zi to'r stakanchasini oldim. Mana ko'rib turibsiz, bu juda nam, mana shu suv yig'ilib, orxideyangiz chiriydi. Bu torflardan ham juda ham asta quriydigan narsa stakanchik, tarfino stakanchik, qaralariga nisbatan, to есть chips qaralariga nisbatan. Mana shunday qilib orxideyani yuza qismidagi qaralarini to'kib olasiz, gruntini to'kib olasiz. Mana bu yerda tarfino stakanchik qoldi, mana. Ko'rib turibsizlar. Shuni endi astagina qo'llaringiz bilan yoki bironta bir pinsep bilan, men bu kecha sug'organligim uchun ancha yumshoq, olinishi oson. Asta-asta qismlarga bo'lib ajratib olasizlar. Asosiy maqsad orxideyani bo'ynini mana shu to'r stakanchadan bo'shatib olish. Bo'lmasam, qachondir siz perelif qilib qo'ysangiz, haddan tashqari ko'p sug'orib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu to'r stakanchada yig'ilgan namlik tufayli sizda orxideyangizni bo'ynida chirish paydo bo'lishi mumkin, fuzariyozga olib kelishi mumkin bu narsa. Shuning uchun imkoniyat bor paytda olib tashlaganingiz yaxshi. Bu keyin orxideyani tuvakdan olmaganligimizni bitta plyus tarafi, siz orxideyangiz ortiqcha stressga tushmaydiki. Men o'zi pashta og'darib olib tashladim. No'hay harna tuvakdan chiqmagan men uchun. Keyin iloji boricha toshchiqa rosti yo'q bo'lgan orxideyalaringiz o'sish jarayonida bo'lmasa, bu ishni qilmangizlar. Aniqroq shunday qilib olsalaringiz bo'ladi, uni tuvakdan og'darmaganlaringiz ma'qul. Yoki tuvakning ichidagi grunti hali sifatli bo'ladigan bo'lsa, uni xuddi mana shunday qilib to'r stakanchadan ajratib olish mumkin. Mana to'r stakanlarni men oldim, bo'laklarga ajratib qolmadi. Mana shunaqa narsa qolgani qara, chips, kokosovoy to'r stakanim yo'q. Mana shu holatda bo'lish kerak orxideyangiz chiritib qo'ymasligingiz uchun. Обязательно sotib olgan paytingiz tekshirib ko'ring, что mana bu yerda tarfino stakan bormi yo'qmi. Bo'lsa, iloji boricha qo'ldan kelgancha tarfino stakanini olib tashlang. Sizga maslahatim shu. Video yoqqan bo'lsa, podpiska, like va поделиться qilib qo'yasiz degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.